Assalomu alaykum qimmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2024-yil 5-oyning 5-kuni, yakshanba kech. Siz hayotingizning ma'lum paytlarida vaqtingizdan 5 daqiqa ayirib, ko'zingizni yumib turib, buni savolni o'zingizdan so'rab baqdingizmi? Butun moddiy boyligimni yig'ib kelsam, qancha pulga yaraydi? O nimalardan tarkib topgan? Men nima ishga bularni yig'dim? Bu savolni Sandy Gatsman ismli New Yorklik bir milliarder, ya'ni mablag' silib milliarder bo'lgan bir kishi o'zining shirkatiga xizmatchi qabul qilgan vaqtda kandidatlardan shu savollarni so'raydi ekan. Ya'ni mablag'chilik shirkatida ishlaysiz degan gap, kishilarning pulini boshqarasiz degan gap. Unda bo'lsa, kishilarning pulini boshqarishdan burun siz o'zingizning puliga nisbatan qanday posiyada tutasiz deganni bilmoqchi bularning tub maqsad. Bu sen Morgan Housel'ning Pulning psixologiyasi degan kitobining eng oxirgi qismida aytilgan hikoya. Unda bo'lsa, Morgan Housel'ning Pulning psixologiyasi degan kitobining tub maqsadi nima? Nimani tashabbus qildi bu kishi desa, birinchisi pulning psixologiyasi, pulga nisbatan yaxshi pozitsiya tutish kerak. Ma'lum narsaga nisbatan yaxshi pozitsiya tutishning o'zi psixik jihatdan yetilganlikning ifodasi. Yani pulning psixologiyasining mahoratini yaxshi egallagan odamlarning yetmoqchi bo'lgan oxirgi maqsadi mustaqillik bo'lishi kerak. Bu yerdagi mustaqillik o'zi xohlagan vaqtda ishlash, xohlagan ishni qilish, yaxshi ko'rgan odamlar bilan birga bo'lish, xohlagan vaqtda o'zininki orzuchuncha yashash deganlikdan iborat. Shunga pulga to'g'ri muomala tutadigan mablag'chilik sohasida yaxshi yo'lni topadigan odamlarning eng oxirida erishadiganini Nasim Talib aytganidek, jamiyatdagi atrofdagi odamlarga qarab ular bilan hayotda baslashib yashash emas, balki xotirjamlik, ya'ni ko'ngilning ozodligiga erishish deydi. Nasim Nicholas Talib degan bu kishiningki, Skin in the Game, ya'ni ki tijoratdagi ovqat degan kitobini men o'z navbatida ko'pchilikka bir o'qib chiqishga tavsiya qilib qo'yaman. Hidden Asymmetries in Daily Life deydi. Ya'ni kunlik hayotdagi yoshirin taksizliklar degan kitob. Bu kitob o'sha mablag'chilik, kunlik hayotdagi ba'zi masalalarga qanday qarash masalasida masalalarni boshqa nuqtadan tushuntirdi ekan, shuni deb qo'yay. Morgan Housel shu Nasim Talibning ashi gapini misol qilib olibdi. Ya'ni uzib olibdi-da. Ko'ngil ozodligiga erishish deb. Ya'ni pulning psixologiyasini yaxshi egallagan odamlar hozirdan boshlab, mayli 20 yosh bo'lsin, 30 yosh bo'lsin, 40 yosh bo'lsin yoki 50 yosh bo'lsin, hozirdan boshlab nima qilsa, tadbir olsa, onunki ko'ngli bir xil ozodlik ichida yashaydigan bir hayotni barliq keltira oladi deganga cheksiz ishindi ekan bu odam. O'zining beshidan o'tgan ishlarni debdi, o'zining oilasining ishini debdi. Masalan, ota-onasi ta ular 40 yoshga kirguncha namratroq yashagan ekan. Dadasi 40 yoshda meditsina maktabini bitirib, doktor bo'lib jiddiy bo'limda ishlashga boshlagandan keyin intayin jiddiy mushaqqatli hayotni 20 necha yil yashayotgandan keyin bular oxiri pul muomala jihatda mustaqillikka erishgan gap. Bu dadasining beshidan o'tgan ishlarni ko'rgan gap. Ya'ni dadamlar biz kichik chaqda namratdik, namrat chaqda dadamlar bir xil iqtisodchilik bilan yashashga o'rgangandi. Dadam xizmatga chiqqandan keyin yuqori kirimga erishgandan keyin bu shu xil iqtisodchilik bilan yashash turmush odini davomlashtirdi. Cho'ngchulab ketmadi. Amonat qo'yishga jiq kuchidi. Shunga burallam shundaq dal vaqtida pensiyaga chiqib o'zi xohlagan hayotni yashay oladi. Shuni men ko'rgachga 20 necha yoshimdan boshlab men shu pul muomalasiga qiziqqan, oddiy soddalik bilan yashab kelgan. Eng dastlabki chig'imda men 25 xil o'xshamagan paychaklarni olgandim, ammo aqlimning zo'rayishiga, turmushimning mazmuni, ya'ni to'y qilib demakchi, balchaqliq bo'lgandan keyin men bu mablag'chilikda pulga nisbatan qarashlarim o'zgardi.
deb asosan bundaq yadroliq gapni qilibdi bu odam. Ya'ni men pulga nisbatan qandaq bo'lsa tutaman deganda, birinchisi amal bor, omonat qo'yman deydi. Omonat qo'ygan pulimni mablag' qilib solaman debdi. Ya'ni buni independence fund deb ataydi ekan. Ya'ni mustaqillik fondi. Nimadan mustaqillik deganda, muhtojlikdan xoli bo'lish, boshqalarning qo'liga qarab qolmaslik. Iqtisodiy jihatda mustaqil bo'lish. Andan keyin men savrchan bo'lishni o'rgandim deydi. Bir ishlarga qarab aldirablam natija chiqsin deb ketmayman deydi. Ham dunyoning ishlariga iqtisodga nisbatan aytgan vaqtda umidvorroq pozitsiya tutaman. Dunyo yaxshi tarafga qarab mangdi, pul muomala, iqtisod yaxshi tarafga qarab mangdi demoqchi bu kishi. Demoqchi Morgan Housel'ning bu kitobni yozishdan maqsadi kishilarga kundalik hayotda kishilar bilan bahslashib ketmaslikni, bir xil turmush odatini, ya'ni kirimdan chiqimi eshib ketmaydigan bir turmush odatini yetildirishni, amal va omonat qo'yishni, omonat qo'ygan pulni mablag' qilib selishni, savrchan bo'lishni so'zlabdi. Ya'ni bu kishi yana Charlie Munger deydigan bir cho'ng mablag'chi va o'lib ketdi yaqinda u odam, Warren Buffettning do'sti, shuning bir necha gapini debdi. Men aslida ish boshlagan vaqtda boy bo'laman deb ish boshlamagan deydi. Men faqatla iqtisodiy jihatda shu mustaqil bo'laman deb ish boshlagandim. Ammo ko'rdimki, mablag'chilikda bu ish qilgan ishimda birinchisi yarim yilda to'xtab qilishdan saqlandim. Ya'ni uzluksiz bo'ldim. Anadan yana birisi qilayotgan ishimni to'xtatib qo'yib, boshqa sohalarga sakrab ketishdan o'zimni tutdim. Debdi. Ya'ni bu yerda izchillik, samimiylik, izchillik, savrchanlik, andan keyin turmush usuli jihatda intayin normal. Kun yaxshi bo'lgan chaqda bir bug'doyni ko'rib, samirib, bir bug'doyni ko'rib, o'rqlab ketgan bir xil holat bo'lgan. Demak, bu yerda psixik jihatdan o'zini to'g'rilash, tangshash, intayin normal shaklda yashash bo'lgan gap. Unda bo'lsa, bu kitobda Morgan Housel o'zi pulga nisbatan qandaq pozitsiya tutdi. O'zining topgan pulini, mablag'ini qandaq zo'raytdi, hozir shundaq qandaq qilibdi. Bu kishi o'qirmanlarga gapni debdi bu kishi. Bu debdi, umuman aytgan vaqtda mening boylig'im mundaq sohalarga yig'inchoqlangan deydi. Uyamning pulini to'lab bo'ldim. Biz uy olgan vaqtda mortgage, ya'ni uy ilish uchun olgan qarz tövandi. Shunda bo'lgan taqdirdimi, men töven o'simdagi uyning qarzini to'lab, qolgan pulni, 5-pulimni paychaga bozorga silib, pul topsam oldi, lekin biz unda qilmadik. Biz unda qilmay, avval mortgageni uyning qarzini to'lab bo'ldik. Bu bizga bir xil mustaqillik psixik jihatdan bir xil yaxshi tuyg'u va'da deydi. Bankga bizning qarzimiz yo'q deydi. Buni men ko'pchilikka shuna qilinglar, qilmanglar demayman. O kishilarning o'zining niyatiga bog'liq. Men faqat ma'vu kishiningki o'zining beshidan o'tganlarini yezib o'qirmanlar bilan manbaharlaganligi uchun, deb beryapman. Men buni yaxshi qarash deb qarayman. Chunki hayotda hamma ish hisob kitob qilib, idrok bo'yicha ish qilib ketsak, ba'zida xo'shal bo'lolmay qilishimiz mumkin. Ya'ni to'g'ri ish qilish muhim, xo'shal yashash u ham muhim. Ba'zida shu ikkisining o'tirsida chayqilib qolgan gap adam. Bu odamning degani nima desa, men idrok bo'yicha ish qilgan bo'lsam, töven o'simda olgan mortgageni to'laverib, 30 yil to'laverib, qolgan pulni o chaqda bankga to'lamaymi, qo'lam jiqroq pul bo'ladi. Bu pulni men paychaga bozorga solgan bo'lsam, idrokli ish qilgan bo'lardim, balkim jiqroq pul topishim mumkin. Ammo men uni qilmay, avval bankning qarzini to'lab o'tib, uy mening bo'ldi, butunlay uy mening bo'ldi, igdorchilik qilmay o'tdi. Ro'y jihatda, psixik jihatda o'zimni xo'shal his qildim. Andan keyin boshqa ishlarga mangdim deydi bu kishi. Andan keyin boyligimning 20%ni naqd pul qilib saqladim.
Ben bunu hamma odamga tashabbus qilmayman. Topgan pulinglarning 20%dan naqd pul shaklida saqlanglar demayman dedi. Ya'ni bu naqd pulni qilib yanchuqida uyda saqlamaydi buni, bankasiz saqlaydi. Checking account turdi bu. Yoki bo'lmasa ba'zida CD deposit deb qo'yadi, certificate of deposit. 7 oylik, 13 oylik degandek hozir 4,5% bankaga pul qo'ysang 4,5% o'sim berdi. Ashunday shaklda qo'yapmabdi bu odam. Ya'ni butun boylig'ining 20%ni naqd pul shaklida tutib, chekkan hisobotida yoki omonat hisobotida qachon os bo'lgan shaklda saqlayapti. Anadan keyin pensiya puliga amal va ashuna qo'yapti. Masalan, pensiya puli hozir 50 yoshdan tuvan bolalar o'zining maoshidan 23500 dollarni, bir odam 100 ming dollar maosh olsa, 23500 dollarni shu pensiya puliga qo'ysa bo'ladi. Masalan, şirketler işlese 401k deydi, 201k deydi. Payda almaydigan orlarda, məmur organlarda işlese o 203b deydi. 23500 dollarını pensiya pulu qo'yab, qolgan qismini baj to'laydi degan gap. Bu odam deydi, men shu to'liq qismini, to'lig'ini, shu topgan pulimning to'lig'ini pensiya puli qo'ydim deydi. Ba'zilar o shart emas, ammo shunchalik qo'ysangiz bo'ldi. Ya'ni deydi-ku, hukumat Mo'shunchalik darajada sen pulingni pensiya puli qo'ysang bo'ldi, uni bajamaymiz hozir deydi. Lekin ba'zi odamlar qo'ymaydiganimi bor. Ba'zi odamlar manchilar qo'ydi. 5000, 6000, 7000, 8000 yoshining cho'ng'ishiga ergashib jiqroq qo'ydi. Chunki yoshning cho'ng'ishiga ergashib kishilarning maoshi asosan eshib mangadi. O chaqda qarzlarmi tuvallab tugab mangadi degan gap. Bu odam uni qilibdi, anandan keyin bolalarningki oliy maktabda, chunki Amerikada oliy maktabda o'qishmi qimmat. Oliy maktabda o'qish uchun, ya'ni 529 college savings plan degan pul qo'yib qo'yapti. Undan keyin barliq cho'ng chiqimlardan keyin qolgan chiqimlarning pulini ayol ikkisi nimaga qo'yapti desa, Independence Fund deb atyapti o'zlari, mustaqillik fondi deb. Low cost index fund debdi. Ya'ni to'van tannarxdagi ko'rsatkich fondi debdi. degan gap. Shuni oladi ekan hozircha. Yoshchig'ida yakka shirkatlarning paylarini olibdi ekan. Endi bular hozir ishdan cho'ng'ishiga ergashib, bular ko'rsatkich paylarini olibdi. Bu ko'rsatkich paylari nima desa, uningki tannarxi to'van, birisiga boshqarish haqqini u buni to'lamaysiz. Ammo ko'p xil bu. Bu davlatchilik shirkatlarning, chet eldagi shirkatlarning, iqtisodi ko'tarilgan davlatlarning, iqtisodi ko'tarilgan davlatlarning cho'ng shirkatlarininki paylari ham ba'zi zaynlardan tarkib topgan. Ya'ni bir Sovet desak, Sovetning ichida nurg'un shirkatlarning paylari, ba'zi davlatlarning zaynlari va ashdan tarkib topgan bir xil ko'rsatkich. Bu ko'rsatkichda pulni yo'qotib qo'yishning ehtimolliga asosan bak to'van. Yo'q emas, intayin to'van. Ammo dedik-ku, mablag'chilikda vaqt omili nihoyat muhim deb. Ya'ni vaqtning uzunligi. Bu yerda bu kishi savrchan bo'ldim, savrchan bo'lish kerak ekanligini tushundim degani shu. Bir narsani tutgandan keyin 10 yillab, 20 yillab, 30 yillab tutish kerak demakchi. Bu xuddi Connecticut shtatidagi gaz punktida may qachilig'uchi, ya'ni tozliq JC Penney'de tozliq ishchi bo'lgan jamiyatga 12 million dollar pul qo'yib ketgan odamninki tutgan usuli. Ya'ni bir paylarni kichik chaqda olib qo'yib 40-50 yil tutgan gap bu odam. Ma odam deydiki, buni uzun tutish kerak ekan, men shuni tushundim deydi. Yana debdiki, bu bizning qarshimiz. Bu bizning hayot tutgan qarshimiz. Biz haq bilan baslashmaymiz. Haq Ferrari mashina olib ketibdi. Haq uyaga berib o'ynab ketibdi. Parxod apti, onu Instagramda ko'rsatibdi, Facebooklarda ambaharlabdi, nurg'un odam yurak beribdi, gul tutibdi, yaxshi qilibdi degan bilan karimiz yo'q demakchi bu odam. Ya'ni biz baslashmaymiz, ishimiz rahat bo'ladigan ishni qilamiz. Ammo kishilarning o'zining bilgan, xohlagan shaklda nimadan xo'shal bo'lsa, xo'shalab yashash huquqi bor, tanlashi bor. Ammo bizning tanlashimiz ko'nglimizningki xotirjamligi degan mushi gapni debdi. Shuning bilan pulning psixologiyasi degan kitobning mazmunini asosan yetkazib bo'ldim.
No one is crazy. Hayatda hech kim sarang emas. Nurg'un odam sarang emas. Ba'zi saranglar bor, o'ziga ziyonli ishlarni qiladigan. Ular statistika taqsimlashda quyruqning so'l tarafida turadiganlar, ular bilan hisoblashmaymiz. Ammo ma odamning tavsiyasi nima degan vaqtda amanat qo'yinglar. Amal bo'lsa amanat qo'yinglar. Uy olaman, sog'lomlik uchun, navram uchun, balam uchun deb emas, u hech qanday sabab emas. Pulingizning bo'lish uchun pulingiz bo'lsin. Amanat qo'yinglar. Anan ekan buni mablag' qilib selinglar. Naq pul hamma naq pul tutmang demakchi, u bir xil ahmoqlik bo'ladi. Chunki mol bahsi o'rlalib bo'lsa, pul o'zining kuchini yo'qotib qo'yadi. Naq pul shaklida qo'ysangiz bir qismini, madam 20% ni qo'ydi ekan, albatta demak uning ba'zi ehtiyojlarini qiyinib bo'lgan odam bu. CD hisob qo'yadigan gap. Chunki amonat qo'ysangiz bu o'sim chiqadi emasmi? Checking account qo'yib qo'yganga chiqmaydi albatta. Yani kundalik ilm berimda ishlatadigan hisobotingizni qo'ysangiz ishdan chiqmaydi. Xo'sh, bu pulning psixologiyasi degan kitobdagi narsa. Ya'ni mustaqillashqa, hech kimga tayinib qolmaslikqa, iqtisodiy jihatda mustaqil bo'lman desangiz, ishni qiling, savarchan bo'ling. Deb anan keyin o'zi to'van tanarliq ko'rsatkich paylarni oldi. Amerikada yashayotganlar agar mushlikni anglasanglar, bu odam qaysi xil ko'rsatkich paylar, ko'rsatkich fondini oldi deb qiziqsanglar, biz qiziqamiz desanglar, shuni yozib qo'ymayman. Qani qanchalik odam shuni anglaydi, qanchalik odam o'ziga nafiga yetadigan, ya'ni iqtisodim yaxshi bo'lsin, yanchiqim pulga to'lsin deb o'ylaydi, qarab boqamiz. Xo'sh, endi Amerikaning iqtisodi o'tgan chorshanba kuni Markaziy bankining boshlig'i Jeremy Powell Amerikada pul paxolligi tushmayapti degan yerga yetmadi. Shuning uchun o'simni kesishimiz natayin degandek signal bergan ekan, paychikida zarq tushib olgan. Lekin juma kuni Amerikaning Emgak ministrligininki Department of Labor deydi, Labor Department. Amerika Emgak ministrligi deymiz. Emgak ministrligininki statistikada ishsizlik nisbatininki 3.9% ga, yani 4% tuban chiqqanligini, emgak bozori kuchlik bo'lsin, bu kuchlikning ozish qarab ma'noligini ojiz emasligini. Ya'ni 3-oyda 300 necha ming odam xizmatga kirgan, 4-oyda bu son iqtisodshunoslar 240 ming odam xizmat topdi, 4-oyda topdi deb mo'ljallanib ekan, amaliyotda 175 ming odam xizmat topdi. Asosli bular ma'rif sohasi bilan sahiya sistemasida. Amerikaning monoposi qiyrilishyotdi. Shunga doktorxonalarga deb doktor, sestra, sog'lomlik xizmatchilariga o'rin beryapti degan gap. Xizmat fursatlar bo'ladi degan gap. Ammo Amerikaning emgak bozorida odamlarni ishdan bo'sh bak qo'rqinchli darajada emas, az to'lib bor, ammo bir qism odamlar yana xizmatga qaytib keladi. Ya'ni kod mazgilida ishga bormay aramalay deb turgan odamlar emgak bozoriga qaytib qo'shilyapti. Ya'ni ishsizlik nisbatining sal ortishida, 3.9% ga yetishida shu xil bir chaqlar bo'ldi, xizmat ishlamayman deb xizmat bozoridan chiqib ketgan odamlarning qaytib kelishi, anan ekan ba'zi qonunsiz ko'chmanlarning kelishi deganlarni sabab qilib ko'z tutdi. Ya'ni Amerikaning iqtisodi bu yil umuman aytgan vaqtda nachar bo'lib ketmaydi. Ammo o'simni kasmigicha yana bir xil vash-vash bozor bo'lmaydi degan gap. O'simni biz o'tgan yilning oxirida bu yil Markaziy bankka o'simni 3 qatim kesish mumkin, har qatimdan 25% degan to'q. Hozirgi mo'ljallardan qaragan vaqtda mana emgak bozorida ahvol ishsizlik nisbati 4% eshib ketmadi. Az bo'lsa-mu, ya'ni oldingi oy qaragan vaqtda bu oyda xizmat topganlarning soni az bo'lsa-mu, ammo u yilni musbat 175 ming odam. Mushularni ko'zda tutgan vaqtda Amerikaning iqtisodida bu yil yana yumshoq qo'nish holatida. Ammo oldimizda yoz mazgillarda sayohatchilik bu ya'ni ko'ngilchi faoliyatlarni qaynab ketadi. Oldimizda agar iqtisodda masalan
geopolitical situation deymiz. Coğrafiyalik, siyasi muşundaq amillarni nazarda tutmasak. Yani Yevropadagi davomlashayotgan urush, O'rta Sharqda to'qinish kengayib ketmasa, yoki to'xtasa, bu butun dunyoning iqtisodiga alomat ta'sir ko'rsatadi. Agar urush to'xtasa, bir ta'sir ko'rsatadi, bu pozitiv bo'ladi. Urush avjab ketsa yoki o'ylamagan yerdan Osiyoning ma'lum bir yerda to'qnashib qolsa, bu dunyoning vaziyatiga, dunyoning iqtisodiga, bo'lapmi pay cheki bozoriga, pul muomala bozoriga shiddatli ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni manfiy nuqtadan. Andan keyin tabiiy ofatlar deymiz, klimatik o'zgarish, masalan, yer davrash, o'l yig'inining ig'ir bo'lishi yoki qahatchilikning bo'lishi. Bu bir omil. Andan sırt yuqumliq kasal tahdidi. O'tganda COVID chiqdi, ya'ni nimalar chiqishi mumkin biz uni uqmaymiz. Shu xil ahvollarning hammasi iqtisodga nisbatan aytgan vaqtda bir xil foydasiz ahvollarni shakllantirdi. Demak, iqtisodiy faoliyatlar davomli ilib berildi. Odamni olgandan keyin u ilib beriladi. Ammo mayli u iqtisod oshsin yoki cho'ksin, hamon bir turkum odamlar foydaladi, hamon bir turkum odamlar ziyon tortadi. Ya'ni iqtisod yaxshi bo'lgan chaqda ziyon tortadigan odamlar bor. Iqtisod nachar bo'lgan chaqda foyda oladigan odamlar bor. Chunki bu ashundoq ish bu. Bu Amerikaning iqtisodi to'g'risidagi gap bo'ldi. Endi abonentlardan biraylan shundoq bir so'zni qilib ko'zim tushib qoldi. Deydi-ki, rostchilik, samimiylik, ishonch bu kapital. Yani savdo tijoratda muhim bir kapital deb qarayman, ammo biz Uyg'urlarda bundaq bir maqol tamsil bor deydi. Lay bilan saman aralashmasa lay bo'lmas, aram aralashmasa bay olmaz deydigan gap bor. Bu ishonchlik, rostchilik bo'lish, ishonch, samimiyat degan gap bir kapitaldi. Ammo ma'u gap men kallamda toza hal qilamadim bu masalani degan bir shunga qandaq bir qaraysiz debdi. Albatta har xil savollar tushadi anglag'uvchilardan. Hammasiga javob berib bo'lolmayman, ammo shu gapni men shu gap to'g'risida ozroq bir o'zimning tushunchasini bir so'zlab qo'yay. Ishonch, samimiylik, durustlik yoki rostchilik degan narsalar uni kapital demaymiz, ijtimoiy kapital desak to'g'riroq bo'ladi. Chunki kapital so'zi iqtisodda zavodlardagi uskunalar, zavoddagi mashinalarni ko'z tutadi iqtisodda. Ammo pul muomalachi desa, u mablag', ya'ni foydalish maqsadida ishlatiladigan pulni ko'z tutadi. O kapital. Endi mayada buni ahil iqtisodiy kapitaldan farqlantirish kerak. Ishonch, rostchilik degan narsalar odamlarningki xususiyatiga, odamlarning xarakteriga bog'liq narsalar bu. Kishilar ishonchli odamlarga ishonch bog'laydi. Rostchil odamlarni umuman yaxshi ko'radi. Nachar odamlar nachar ko'radi. Nima ish qiladigan vaqtda bir sharqning bir faylasufining gapi bor. Qandaq odam yaxshi, qandaq odam aski desa deydi-ki, yaxshi odamlar yaxshi degan, nachar odamlar aski degan odam yaxshi deydi. Shuningga o'xshash bu durust, rostchil, ishonchli odamlarni aski deydigan odamlar bo'ldi. Nima ish qilsa, jamiyatda yaxshi bilan yomon bor, kech bilan kunduz bo'lgandagidek. Odamlarning ishiga kirib chiqilmaydi. Bekor chiqmaydi bizdagi gaplar. Oldida kulki, chaqchaq, keyinda palti pichoq deydigan o'xshash gaplar. Demak, bir jamiyatning xo'shallik to'lgan, pokiz, inoqlik ichida, ilgirlash ichida bo'lishi uchun odamlarda o'zaro bir ishonch, samimiyatning bo'lishi nihoyat muhim. Bu hamma jamiyatga o'xshash narsa, hammaga o'xshash. Bu odamlarning xarakteriga, harakatiga, o'zining yaxshi bo'lishiga, atrofdagilarning yaxshi bo'lishiga ta'sir ko'rsatadi. Shunga bu yerda bir avval to'g'rilab, aniqlik deb qo'ydiganim, buni biz ijtimoiy kapital desak, to'g'riroq bo'ladi. Ya'ni ishonchlikni, durustlikni deganga o'xshash. Masalan, hozirgi iqtisodimizda nima bor?
inovatli kartochka bor. Inovatli kartochka kishilarninki olgan pulni qanchalik to'laydi, vaqtida to'lamdi, to'lamamdi, kechiktiramdi yoki to'lamay qo'yamdi deganlarga qarab nomer belgilab, nomer yuqoriroqqa to'varak nisbatda yuqoriroq summada qarz beradigan, nomer tuvallarga uning xatiri va pulni qaytarmasligi mumkin, hajil qaytarmasligi mumkin, ishonchsizlik bo'lishi mumkin deb uni yuqoriroq o'sim oladigan, azroq pul beradigan ishlar bor. Ya'ni bu yerda ishonchsizlikning bir adamning samimiyatini gumonlanib qolsa, sistema o'zi ashunaq jazolaydi. Ya'ni beradigan qarzimiz az bo'ldi, ammo yuqoriroq o'sim to'laysa ishonchsizkan deysan degan o'xshash. Endi avi masalaga kelsak, u maqol tamsil. Saman aralashmasa lay olmaz, aram aralashmasa bay olmaz degan gap. Bu hamma jamiyatlarda va bu yerdagi halol haramlik tushunchasi madaniyatlarda o'xshamaydi. Ananinkin qonunga beqib, lekin to'g'ri xatolik narsa hamma madaniyatlarga o'xshash, ammo halol haram tushunchasi o'xshamaydi. Ammo bularninki qonuniy jihatdan implications bor deymiz. Muayyan aloqa qonuniy jihatdan chetishadigan yerlar bo'ladi. Ya'ni haram narsa ma'ni qilingan narsalar. Pul topaman deb bak yolg'on ma'ni qilingan narsalar usullarni qo'llanib ketsa, ma'lum mazgil pul topganda qiyg'ini bilan bir sakrab qechibdi, ikki sakrab qechibdi, uch sakrab tutilibdi deganga o'xshash, yoki bo'lmasa yog'och qozonda oshib bir qatim pishidi deganga o'xshash ahvol bo'lib qoladi. Shunga bo'lib hozirgidek davrda kishilarninki fan texnika, ilm, ma'rifat bilan shundoq dunyo bu jihatda yo'rg'a qarab mangan shundoq chog'da uchurlar, bilimlar, nurg'un narsalar bekorlik taqilayotgan chog'da ko'zlar kishilarninki ko'zimi ro'shanlashga qarab mangan bundoq chog'da ishonchsizlik qilsa, ma'ni qilingan narsalarni sassa yoki iste'molchilarni oldisa, uning jazosi qonun jazosidan sirt yana o'zining putiga o'zi palta chopqanlik bo'ladi. Ammo maqol tamsillar degandan kishilarninki, masalan bizning maqol tamsillarimiz, uyg'urlarimizning, ota-bobolarimizning hayot jarayonida, moddiy dunyoda, hayot yashash jarayonida shu har xil odamlarning xarakteri, tabiat, masalan jonliqlarga qarab turib, ularning xususiyatlariga qarab turib, nurg'un hikmatlarni nihoyat obrazliq gap bilan muqim ibora bilan ifodalashdan boshqa narsa emas. Agar ma'o so'zimizni ilib etsaq, u muayyan bir tarixiy sharoit etilgan gap. Tarixiy sharoitda qachon aytganligini, qachon chiqqanligini o'qimaymiz. Maqol tamsillarimizdagi nurg'un gaplarning qachon chiqqanligini biz o'qimaymiz. Endi o'qimaymiz, ammo taxmin qilish qoladi. Ya'ni nima desa, tarixiy sharoit degan vaqtda shu chog'dagi ijtimoiy hayot, siyosiy tuzum, iqtisodiy holat deganga o'xshash. Masalan bizda bir gap bor. Tag'idin tag'a yaxshi, hamidin badang degan bir gap bor. Bu gapning to'g'ri bo'lishi notayin. Bu gapning to'g'ri bo'lishi notayin. Men bir 2 yil oldida bir yaqinimizning to'yiga daxil bo'ldim. Shu joyda bir so'zlashib ko'rsatib olgan vaqtda men shu gapni dedim. Chunki shu to'yni o'tkazmoqchilar hamma tag'lar, to'y o'g'itchilarning hamma tag'illar o'tkazib beribdi. Yoshlarning ota-onasi biyat bo'lmagan uchun chiroyli superlik yaxshi to'y bo'ldi. Men dedimki, mushuna gapni anglaydigandim. Tag'din tag'a yaxshi, hamidin badang degan gap. Mush gapning o'zi mana bugun ko'rdik, yolg'onligi isbotlandi. Maskanmaydiganligini. Bu odamga qarab, sharoitga qarab bo'ladi. Chunki u hammasi bilan tag'si alomati yaxshi, sifatlik baland o'tkazibadi. Bizning o'zimizning urf odatlarimiz, qoidalarimiz bo'yicha to'yni. Demak, aji gapni men deyman, aji gapmi ma'lum bir kishi qiyin ahvolda qoldi. Tag'sidan hammasidan umid kutib berib qoldi. Bağın vaqtda ular uning o'ylig'indek uni yaxshi muomala qilmadi. Shuning bilan bu og'rinishdan chiqib deyilgan gap bo'lishi mumkin dedim. Lekin u kuzatish kerak. Hammasining tag'sining ahvolini, uning balchaqisichi, masalan, turmushi nachar yoki oilasining ahvoli toz yaxshi emas. Unda chaqda o'zining ahvoli yaxshi bo'lmagan sharoit ostida u yana birisiga o'ziningki yordam so'rab kelganiga yaxshi muomala qilmadi, yaxshi uning hojatdan chiqolmay qoldi degan gap. Demak bu shu bir xil yo'qsizlik, qo'l qisliqdan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Menimcha buni shunday tushunish kerak. Endi ma'vu gaplarni aytsak, bu mashundaq bir xil birovlarningki ma'lum 2-3 savdogarning ahvoliga qarab turib,
yoki mish-mish gap, yoki apqashli gap, yoki o'zi daxil bo'lgan, yoki ko'z bilan ko'rgan bir gaplarga qarab chiqarilgan bir gap bo'lishi mumkin. Mana hammani to'g'ri deb atmaslik, hammani aqlga muvofiq deb atmaslik kerak deyman. Shuni muayyan shu bir xil tarixiy ramkaga qo'yib turib, uni kuzatish kerak demoqchi. Agar undaq desak, boy bo'lgan odamni haromdan beydi, qonunsiz ish qildi degan yakun chiqib qoldi. Unda desak, bizning Ipak yo'li, eng qadimgi Ipak yo'lida ot chop turib, to'y karvonlarini yo'tilab, Uyg'urlarningki moddiy asosini tiklagan ashundaq bizningki ota-bobolarimizga, ya'ni O'rta Osiyoda to'nilgan Uyg'ur savdogarlari, tijoratchilari bularga nisbatan yaxshi baho bermagan bo'lamiz. Ya'ni boy bo'lish yaxshi alqi nachar ish emas. Boy bo'lganning hammasi ma'ni qilingan ishlar bilan boy bo'lgan emas. Ba'zilari o'zining imoni, aql parasti, tirishchanligi, dum yetib, dum qo'pab, ahvolimni yaxshilayman, shu oilamning ahvolini yaxshilayman, millatimning ahvolini yaxshilayman deb yashagan shunday sharafli kishilarimiz tarixda bo'lgan. Masalan, bunga misollar chiq. Bunda misollar chiq. Shunga bunga shunday qarash kerak. Albatta, ishonch muhim tijoratda, samimiylik muhim. Umuman odamlar buni qadrlaydi. Qaysi jamiyat bo'lsa, mishadimi shu. Ishonchli bo'lsangiz, samimiy bo'lsangiz, xizmatlardimi o'rningiz yaxshi bo'ladi. Ishonchsiz odamdan yaxshi do'st chiqmaydi, haqamsoy chiqmaydi, bir qarindoshmi chiqmaydi. Ishonchsiz, samimiyatsiz odamdan. Chunki yolg'onchining quyrug'i bir tutam degan gap bor. Shu bu yerda aman samimiy bo'lish, amalning barcha ishonchli bo'lish bu aytı muhim. Boy bo'lishda texim muhim. Nimishqa? Men Adam Smith shu kanalda o'qib qo'ydim Adam Smith'ningki idealarini. Shunday gap bor. Nima desa, sen yaxshi ish qilsang, o'zingga yaxshi deydi. Ishonchli bo'lsang, samimiy bo'lsang, o'zingga yaxshi deydi. Sen bilan aloqa qiladi deydi. Shuni Adam Smith haqida yozilgan yozmamni men o'qib qo'ydim. Shuni o'qisanglar, shuna qiziqqanlar bo'ladi deb o'ylayman. Xo'sh. Umuman aytgan vaqtda tirishchanlik bilan, aql parasat bilan, kamtarlik bilan tirishish kerak, boy bo'lish kerak. Aloqadagi yolg'onchilik bilan, qaq-soqti bilan, haddidan ziyoda egos kuchlilik qilib, shuhratparastlik bilan tizarda beyishga urinish oxirida yaxshi oqibat etganmaydi. Buni qo'shib qo'yay. Rahmat amasa.